Fransiyani ajoyib go'zal oqshomlarini birida o'tirib, hozir qarasam 25-mayga O'zbekistonda уже o'tibdi. Bizda hozir 24-mayda oxirgi soatlari. Shu bir ajoyib bir voqealar esingga tushadi odamzod. Marhamat tumanidagi 30-maktabga ishga kirgan paytimda menga qo'l ostimga menga ishonib rahbarlar shu yosh 5A sinfni bergan edi. Sinf rahbarlikka o'zingiz qarang, shu bolalarni o'zingiz tarbiya qiling. Siz olib chiqasiz, Xudo xolasa bitirgizasiz degan edi. Endi hamma avvalambor nasib Alloh buyurgani bo'ldi. 9-sinfda bitirgunlarigacha sinf rahbarlik qildik. To'g'ri, bolalarda ajoyib, hammasi juda ham bir ajoyib. Hammasida har xil qobiliyatlar, kimdir askiyachi, qiziqchi, kimdir jiddiy, kimdir ilmga intiluvchan, kimdir bo'lsa kitobni ushlashga yuragi toqat qilmaydigan darajadagi turli xil 38 xil tabiat, 38 xil xarakter, 38 xil qobiliyat mujassamlashgan bir sinf edi. Alloh irodasi bilan mana ular bu yilga kelib maktabni tamomlashyapti. 11-sinfda tamomlashyapti. 9-sinfda bitirgandan keyin aksariyati kasb-hunar kollejlariga o'tib ketishdi. O'zlarini yo'nalishlarini tanladi. O'zlari xohlagan kasb egasi bo'lishni istadi. Kimlardir yosh turib atrofdagi ustalarni qo'liga shogird tushishdi. Yozgi ta'til davrida o'zini ishini mutaxassislari bo'ldi. Kimlardir akfa romlari yasab odamlarda xizmatida, yana kimlardir sport sohasi bo'yicha ketgan. Mana Usmonaliyev Elbek O'zbekiston yoshlar voleybol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasida o'ynayapti. Ko'p yutuqlarga erishyapti. Chempionlar bo'lishdi. Dunyo chempioni, Osiyo